Poytaxtimizda Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasida Turkiya Respublikasining Buyuk Birlik partiyasi raisi boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz safhasidan o'rin olgan. Tarixiy an'ana va qadriyatlar uyg'unligi, yillar sinovidan o'tgan mustahkam do'stlik rishtalari, samimiy qardoshlik munosabatlari, ayni shu jihatlar O'zbekiston va Turkiya partiyalararo muloqotida ham yaqqol namoyon bo'ldi. Uchrashuvda dastlab joriy yilda O'zbekiston va Turkiya o'rtasida abadiy do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi shartnoma imzolanganligiga 30 yil to'lishi alohida qayd etildi. Turkiya Respublikasining Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Destici o'z so'zida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni yuksak baholadi. O'zbekiston Liberal Demokrat partiyamize, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga ushbu samimiy muloqot uchun minnatdorlik bildiraman. So'nggi yillarda, ayniqsa oxirgi 10 yil ichida Turkiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar deyarli barcha sohalarda rivojlanib, yangi bosqichga chiqqani e'tiborga molik. Biz bu yerda 4 kunlik tashrif bilan kelganmiz. Toshkentda 2 kun davomida rasmiy uchrashuvlar o'tkazamiz. Safarimizni Samarqand va Buxoroda davom ettiramiz. Hududlardagi o'zgarish va yangilanishlarni o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Muloqotda partiyalararo hamkorlikning istiqbollarini muhokama qilish doirasida kelajakdagi asosiy faoliyat yo'nalishlari ham belgilab olindi. Partiya qurilishi sohasida tajriba almashish, qo'shma ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surish, yoshlar tashkilotlari o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash, xalqaro forumlar va ilmiy-ma'rifiy loyihalarda faol ishtirok etish borasida qator takliflar bildirildi.